Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Fabio Cannavaro Italiyadan taklif kutaverib charchagan edim. Italiyalik murabbiy Fabio Cannavaro o'z mamlakatdan taklif kutgani va nima sababdan O'zbekiston terma jamoasini tanlagani haqida fikr bildirdi. Nima uchun O'zbekiston taklifini qabul qildim? Chunki ular jahon chempionatiga yo'l olgan terma jamoa. Biz uchun bu ilk tajriba va shubhasiz juda ajoyib turnir bo'ladi. Biz uchun deya ta'kidlayapman, zero mening shogirdlarim uchun mundial katta saboq maktabiga aylanadi. Ular bu yerda juda ko'p narsani o'rganishlari kerak. Rostini aytsam, kutaverishdan biroz charchagan edim. Aslida men doim Italiyada ishlashni reja qilganman. Ammo agar imkoniyat paydo bo'lmasa, inson o'z ufqlarini kengaytirib, boshqa muhitda tajriba orttirish ham to'g'ri qaror deb hisoblayman, dedi 52 yoshli mutaxassis. Jahon chempionati 2026 da chempion bo'lgan jamoa qancha pul mukofoti oladi? FIFA kengashi 2026-yilgi jahon chempionati uchun rekord darajada $727 million ajratdi. Bu ko'rsatkich Qatarda o'tgan jahon chempionati 2022 ga nisbatan 50% ga ko'p. Ushbu mablag' ishtirokchi milliy assotsiatsiyalar o'rtasida taqsimlanadi. Shundan $655 million musobaqaning mukofot jamg'armasi hisoblanadi. Jahon chempionati 2026 g'olibi $50 million mukofot puliga ega bo'ladi. Finalga chiqqan jamoa $33 million, 3-o'rin sohiblari $29 million, 4-o'rinni olgan jamoa esa $27 million oladi. Chorak finalga chiqqan jamoalarga $19 million, nimchorak final ishtirokchilariga $15 million, 16dan 1 finalga chiqqan jamoalarga esa $11 million to'lanadi. Guruh bosqichida musobaqani yakunlagan jamoalar $9 million oladi. Shuningdek, har bir ishtirokchi jamoaga musobaqaga tayyorgarlik xarajatlari uchun qo'shimcha ravishda $1,5 million ajratiladi. Shu tariqa Jahon chempionati 2026 da ishtirok etgan har bir milliy assotsiatsiya kamida $10,5 million daromad qiladi. Yamal dunyoning eng yaxshi futbolchisi. 442 Britan jurnalining top 100 futbolchi reytingida Lamine Yamal birinchi o'rinni egalladi. Britan jurnali 442 dunyoning eng yaxshi 100 futbolchisini aniqladi. Reyting jurnalistlar, tahlilchilar va ekspertlar so'rovi asosida tuzilgan. Har bir mutaxassis top 25 ni tanlagan. Birinchi o'rindagi futbolchi 40 ball olgan. 25-o'rindagisi esa 15 ballga ega bo'lgan. Shu bilan birga o'yinchi pozitsiyasiga qarab ham ball berilgan. Top 10 quyidagicha: Lamine Yamal Barcelona, Erling Haaland Manchester City, Harry Kane Bavariya, Usmon Dembele PSG, Kylian Mbappe Real, Rafinha Barcelona, Pedri Barcelona, Xavi Kvaratskhelia PSG, Nuno Mendes PSG, Bukayo Saka Arsenal. Shuningdek, Lionel Messi 50-o'rinda qayd etilgan, Cristiano Ronaldo esa reytingga kiritilmagan. Neymar: agar finalga chiqsak, o'sha o'yinda gol urishga va'da beraman. Braziliyalik futbolchi mundial oldida muxlislarga va'da berdi. Santos hujumchisi Neymar Braziliya milliy jamoasi safida 2026-yilgi jahon chempionati finalida gol urishga va'da berdi. Agar finalga chiqsak, o'sha o'yinda gol urishga va'da beraman, deya hujumchining so'zlarini keltiradi jurnalist Fabrizio Romano. Ma'lumot o'rnida Braziliya milliy jamoasi mundialda C guruhdan joy olgan. Guruh bosqichida jamoaning raqiblari Marokash, Gaiti va Shotlandiya bo'lgan. Bu mavsum Neymar Santos safida barcha musobaqalarda 28 ta o'yin o'tkazib, 11 gol urdi va 4 assist muallifi bo'ldi. Lewandowski bu jamoada o'ynash uchun puldan ham voz kechadi. Barselonaning 37 yoshli hujumchisi Robert Lewandowskining klub bilan amaldagi shartnomasi shu mavsum oxirida yakunlanadi. Tomonlarda o'zaro kelishgan holda hamkorlikni yana 1 yilga uzaytirish huquqi bor. Polshalik futbolchi jamoada qolish uchun ana shu imkoniyatni ishga solmoqchi. Lewandowski yangi bitim olish uchun maoshining katta qismidan voz kechishga tayyor. Bu haqda Cadena Ser xabar bermoqda. Manba ma'lumotiga ko'ra, Kataloniya klub rahbariyati jamoada eng katta maosh olayotgan Lewandowski bilan shartnomani hozirgi shartlar asosida uzaytirmaydi. Chunki yosh o'tib qolayotgan yulduzning ayni paytdagi yillik maoshi 33,3 million yevroni tashkil qiladi. Lewandowski 2022-yil yozidan beri Barselona safida to'p surib kelmoqda. Shu davr ichida u barcha musobaqalarda 164 ta o'yinda ishtirok etib, 109 ta gol va 22 ta golli uzatma muallifi bo'ldi. Turkiyani larzaga solayotgan Shomurodov haqida yangi qiziq faktlar. Keyingi yillarda Turkiya Superligasi klublari Yevropada nom qozongan charm to'p ustalarini o'z safiga qo'shib olishga harakat qilmoqda. Yuqori ligada ishtirok etayotgan 18 ta jamoaning aksariyatida taniqli yulduzlar bor. Yangi mavsum oldidan ular qatoriga Eldor Shomurodov ham qo'shildi. Qariyb 5 yil Italiyada to'p tepgan o'zbek futbolchisi Istanbul Başakşehirning asosiy yulduzi, yetakchisi va to'purari hisoblanadi.
30 yoshli hujumchimiz Turkiya chempionati to'purarlar poygasida yana birinchi o'ringa ko'tarilganini inobatga olib, Sport.uz portali Shomurodov faoliyatiga oid qiziqarli ma'lumotlarni o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Demak, quyidagi ma'lumotlar bilan tanishing. Istanbul Başakşehir Shomurodovni Romadan bir mavsumga ijaraga olish uchun Italiya klubiga 3 million yevro to'lagan. Bu summaning o'zi Başakşehirning aksariyat o'yinchilari transfer narxidan qimmat turadi. Başakşehir safida dunyoning 13 ta mamlakatdan taklif etilgan legionerlar o'ynamoqda. Ular orasida faqatgina O'zbekiston vakillari 2 nafarni tashkil qiladi. Eldor Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ham Abbosbek Fayzullayev bilan yelkama-yelka to'p tepadi. Başakşehir 16-tur yakunlariga ko'ra jami 22 ta gol urdi, shulardan teng yarmi bittasi Shomurodov hisobiga yozilgan. Başakşehirning Superliga qaydnomasidan o'rin olgan 29 nafar futbolchi orasida Shomurodov chempionat boshidan beri 16 ta uchrashuvning barchasida qatnashgan yagona futbolchi. Eldor Turkiya chempionatidagi birinchi golni mashhur klub Beshiktosh darvozasiga joylagan. Shomurodov Superligadagi birinchi va hozircha yagona dublni Antalya sport maydonidagi bahsda qayd etgan. Legionerimizning gollari Başakşehirga 4 ta g'alaba va bitta durang jami 20 ochkodan 13 tasini keltirdi. Eldor Superligada o'zi duch kelgan 16 ta jamoadan 10 tasining darvozasini ishg'ol qildi. Shomurodov jamoaning eng qimmat o'yinchilaridan hisoblanadi. Uning transfer qiymati 5 million yevroni tashkil qiladi. Eldor bu ko'rsatkich bo'yicha faqatgina transfer qiymati 8 million yevroga baholangan Abbosbek Fayzullayev va 7 million yevro turadigan Amit Xariddan keyingi o'rinda. Eldor Superligada jami 1407 daqiqa o'ynadi, 11 ta gol urdi. Bu hujumchimiz har 128 daqiqada bittadan gol urganini anglatadi. Başakşehir Shomurodov faoliyatidagi 8-klub hisoblanadi. Shomurodov bu klublar tarkibida barcha turnirlarda 366 ta uchrashuv o'tkazib, 75 ta gol urgan va 41 ta assist qayd etgan. Shuningdek, Eldorning hisobida 21 ta sariq va bitta qizil kartochka ham bor. Eldor Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng zo'r to'prar hisoblanadi. 30 yoshli futbolchi xalqaro miqyosda 88 ta uchrashuvda ishtirok etib, o'z hisobiga 43 ta gol yozdirib qo'ygan. Uning terma jamoadagi har bir goli yangi rekord sifatida hisobga olinaveradi. Tezkor Abduqodir Husanov uchun Real Madrid harakatni boshladi. Real Madrid qishki transferlar oynasida tarkibini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Ispaniya grandi Manchester City'ning markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Vijages nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Qirollik klubi futbolchini ijara asosida safga qo'shib olish variantini jiddiy ko'rib chiqmoqda, chunki himoya chizig'ini katta moliyaviy xarajatlarsiz kuchaytirishni istaydi. Ushbu ehtimoliy transfer madridliklarning strategiyasiga to'liq mos keladi. Ayni paytda jamoada himoyachilarning jarohatlari va rotatsiya yetishmasligi sabab muammolar yuzaga kelgan. Shu bois Husanov nomi sport va strategik jihatdan juda qiziqarli variant sifatida ko'rilmoqda. Qayd etish joiz, bundan avval o'zbekistonlik himoyachini Liverpool sotib olishi mumkinligi haqida turli mish-mishlar tarqalgandi.